Assalomu alaykum avtobrend obunachilari. Bugun bitta emas 5 ta kobaltimiz rang-barang qaysilari har xil o'ziga qulaygina narx-navosi cho'tkilarni olasiz. Ketdi. Birinchi kobaltimiz 2025-yil qora rang Yevropasi. Yevropasi nima farqi bor? Benzin rasxodi ancha kam, ekonomizrlargacha bor. Benzin rasxodi ancha kamayadi. Keyingi kobaltimiz oq rang, oq juda ham hamma qidiravuradi. Stalpaysi. Bu 12200 so'ralyapti. Keyingisini ko'ramiz. Bu ham 25-yil bu Yevropasi, bu style, bu yevro. Rangi oq buni. Bu ham Bespra 25-yil 12300 so'ralyapti. Keyingisi 2025-yil Yevropasi. Rangi ham bunaqa ranglarni ko'pchilik qidiradi. 12,5 ming deyilyapti. Ketdi keyingisi. Standart yevro oddiy paysa emas, 12200 so'ralyapti. Mashinalarimizga hammasi Bespra masla mashinalar. Egalar nomerini qoldiramiz opsiyonada. Telefon qilsanglar, любой rangda, любой paysada hamma rangidan bor.